Sultanov Motors endilikda Qarshi shahrida. Jitor mashinada qorasidan so'raganlarga mana aka obunachilar uchun qorasidan olib qo'ydik, ko'rishingiz mumkin. Mashina olib minadigan davr keldi. Azonchilarimiz Jitor X70 so'raganlarga to'liq videosi videorolik davomida batafsil tanishtirib o'tamiz. Naqd pulga, rasrochkaga, muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Jitor avtosalondan mart oyidagi yangi narxlarni Davronjon bilan birgalikda tanishtiramiz. Eng asosiysi sifatli xizmat ko'rsatish endilikda rasmiy tarzda Qarshi shahrida. Sizlarni bugungi kunda yangi ochilgan Jitor avtosaloni bilan tanishtirib o'tamiz. Bizda hozirgi kunda modellarimiz bor. Jitor X50, X70, Dashing, TK. Ularning obzorlarini sekin-sekin ichkarida hammasini ko'rsatib boramiz sizlar bilan. Assalomu alaykum Surxon Media obunachilari. Bugun biz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahardan Jitor avtosalondan mart oyidagi yangi narxlarni Davronjon bilan birgalikda tanishtiramiz. Mashina olib minaman deganlar bo'lsa, marhamat, rasrochka, muddatli to'lovda va esa naqd pulga ham sotib olishingiz mumkin. Davronjon, zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Surxon Media kuzatuvchilari, Jitor Qarshi kuzatuvchilari. Sizlarni bugungi kunda yangi ochilgan Jitor avtosaloni bilan tanishtirib o'tamiz. Bizda hozirgi kunda modellarimiz bor. Jitor X50, X70, Dashing, TK. Ularning obzorlarini sekin-sekin ichkarida hammasini ko'rsatib boramiz sizlar bilan. Aka keling, birinchi bo'lib shuni tanishtiramiz. Davronjon bilan birinchi bo'lib Jitor X50 deb tanishtirsak. Xuddi shunday. Jitor X50 aka hozirgi kunda o'zini turkumidagi avtomobillarga nisbatan narxi past, lekin ustunligi ancha baland aka. Dvigatel qism aka ko'rib turganingizdek, xadavoy, mягкий bo'yicha, salon ichi, hammasi aka, tashqi dizayn bo'yicha ham aka top o'rinlarga dunyo reytingga turadi aka bu mashinamiz o'zi. Ko'rib turganingizdek aka mashina linza proyeksionni optika fari o'ziga proyeksiya hosil qilib beradi, bir xil tekislikda o'ziga chiziq chizib beradi farani o'zi. 70% Atsenkov aka. Atsenkovilisdan. 70% zanglamaydigan ishlgan ekan. Jitor X50 da Davronjon bilan birgalikda tanishtirib va qolganlarni video davomida tanishtirib o'tamiz. Aka, ko'rib turganingizdek mashina 1.5 turbina, 4 ta silindrli sepli motor hisoblanadi. Sepli motor eng xavfsiz motorlardan bittasi. Yana bitta bu Impey motor ham deyishadi ko'pincha. Men buni sepli motor deyman, chunki xavfsiz motorlardan bittasi. Impey motorda bitta yutuq tomoni aka, hozirgi mashinalarda ko'pida injektor, mana bu turbinani pastida bo'ladi. Buni turbinani ochib bo'lmaydi. Uni ochish uchun birinchi korobka ochiladi. Korobka ochmaslik maqsadida aka, mashinani shex qo'yib o'zini yechib tozalab qo'ysangiz bo'ladi. Endi har xil benzin solishingiz bor, o'shani hisoblang motorni ishdan chiqarib qo'ymayman deyman. Mashinaning motor qismiga 150 ming probeg garantiya, mashina o'ziga 5 yil garantiya beramiz. Servis xizmatimiz bor o'zimizda. Servis xizmati ham bor ekan, 150 ming kilometr probegiga mashina o'ziga 5 yil garantiya berar ekan. Xuddi shunday. Aka, agarda siz qandaydir detalingiz yoki ishdan chiqdi yoki o'zingiz DTP bo'lib qolgan holatda aka mashinaning hamma zapchasi bor hozirgi kunda. O'zimizda topiladi. Nalichida bor. Xo'p, 18 diska bo'lan aka, ko'rib turganingizdek. 55 ga 18, 215 55 ga 18. Olgandan keyin umuman balon qo'yish shart emas. Mягкий balonga chiqadi. Бескульчевой доступ, слепой zona и aka 360 bor. Aka, mana ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Multirol, aka hamma narsa, mashina ham avtomat, ham mexanika yuradi. Ko'rib turganingizdek. Luklari bor o'zida. Bu hozirgi kunda ikki xil komplektatsiyada chiqadi. Birinchi komplektatsiyasida luki bo'lmaydi, bunda luki bo'ladi. Bunda sidinada abagrev bor. Bemalol. Napakoja ishlatilgan, havo o'tkazib turadi. Mana bu charmi salonlari orqasini ham ko'rsatamiz. Orqasini ham ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Bu tarafga ko'rsataylik, orqasida odam bor ekan. Mana bu charmiz, orqa taraflarini ham qarang. Bularni o'zi Nizavisiy podveskada chiqadi, xadavoy qismida anchagina mягкий. Yana bitta ustun tomoni deganim aka, ko'rib turganingizdek, bu narxdagi mashinalarda ko'pida baraban, bunda diskali. O'zini o'zi sovutadi, xuddi shunday. O'zini sovutadi. Xuddi shunday. Bagaj qismini ham ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Bagajlari aka ancha ixcham. Ko'rib turganingizdek, zapaska baloni, o'zining kulishi, damkrati bor o'zi bilan. Xohlasangiz propan metan bemalol uстановка qilsangiz bo'ladi. Propan metan qo'ysa bo'ladi. Xuddi shunday bo'ladi. Orqa patron datchiklar через 360 kamera orqali foydalansangiz bo'ladi. Orqa patron datchiklar 360 kameradan foydalanish mumkin. Xuddi shunday. Mana orqa salonlari. Orqa salonlari ham ancha katta ekan. Ko'pchilik aytadi buni kichkina, gabarit jihatdan ham aka bu turdagi mashinalardan, avtomobillarda anchagina komfortli. Boshida aytdim. Anchagina komfortli и narxlari ham qulay chiqqan bularni.
salon qismidan ham tanishib o'tdinglar. Abagrev bor. Abagrev lobovoyizda ham bor. Yon tomon oynalarda и bokovoy orqa lobovoyda ham topiladi. Davronjon, buni narxi nechi pul? Narxi hozirgi kunda ikki xil komplektatsiyada chiqqani uchun birinchisining narxi 260 million so'm skidkada. Ikkinchisining narxi 279 million 500 ming so'm. Agarda sizda obunachilaringiz kelsa, full variantini 273 million xohlasalar naqdga, xohlasalar rassrochga, xohlasalar avtokreditga chiqarib beramiz. Faqat sizda obunachilaringiz. Mana Surxon media obunachilarga bonus ham bor ekan. Xuddi shunday. Bizda ko'pchilik keladi. Uzoqdan Surxondaryodan keladigan bo'lsanglar, agarda mabodo o'zimizda gostinitsa xizmatini amalga oshirib beramiz. Gostinitsa bemalol keladigan iftorlar ham bizdan aka. Keyingi modelimiz aka X70 modelini tanishtiramiz. Hozirgi kunda yengil crossoverlar ichida 7 mestali oilaviy to'qqa, yo'q, aka dalniy bo'lgan удобный mashina, eng komfortli, ходовой jihatdan juda zo'r chiqqan, mягкий. Oilaviyga mana aka 7 o'rindilik X70 ta Jetaurdan tanishtiramiz hozir. Davronjon bilan birgalikda mana 7 o'rindiqlik. Davronjon, buni endi ma'lumotini bersak, motor qismlaridan. Linza proyeksionniy farani o'zidan boshlab beraman. Linza proyeksionniy fari o'ziga proyeksiya hosil qiladi. 300-400 metr masofani yoritib beradi dalniy bilishniisi. Tumanka aka, o'ziga qo'shimcha tumanka qo'ydirmoqchi bo'lsangiz, bemalol qo'yib qo'yilgan zapaskacha. Oldi patron datchiklar ishlaydi. Mashina 360 kamerada aka. Kapot qismini ko'rsatadigan bo'lsam, kapot o'zi aka nasos bilan ochiladi. Bosasiz, o'zi ochib ketadi. Bu avtomatik ko'tariladi. Avtomatik ko'tariladi. Bu komfortli his qilish uchun. 1.5 turbina sepli motor aka, turbina motor hisoblanadi. 156 ot kuchi, aytib o'tganimdek, rasxoti ancha kam. Bu gavdasiga aka 8 tagina rasxot qiladi bor yo'g'i. 7 ta 8 ta. Avtoketkadan chiqqandan keyin, xudo xolasa. Mashina aka MPI motorda bo'lib, propan, metan hammasi tushadi. Propan, metan ham qo'yiladi. Обязательно. Balonlar, shinalarni qarang. Balon 18 diska balon aka, ko'rib turganingizdek. 235 ga olmish 18. Mягкий balon qo'yilgan. Qo'lni kamera bilan jihozlangan. Xo'p, xuddi shunday 360 kamera, 5 kulchovoy dastur bor mashinaning o'zida. Kulich bilan ochsangiz bo'ladi. Hamma mashinamizda xuddi shunday ishlatilgan. Salon ichiga keladigan bo'lsa, salon aka, xohlasangiz qora, xohlasangiz bejiviy salon qildirib beramiz. Salon sizga qarab. Xolodilniklari ham bor ekan. Xuddi shunday. Cruise control, parasovjirjeniya aka, audio sistemani boshqarasiz. Mashina aka, двухсторонний robot коробка, avtomatdan mexanikada ham yuradi. Bunda avtohol tizimlari ham bor. Orqa salonlar. Orqa salonlar. O'rtasi yo'q ekan, tekisaganda. Xuddi shunday o'rtasi yo'q. Chunki o'rtasi yo'qligining hisobiga aka o'tib olishingizga mana. O'tib olishingizga udobniy bo'ladi. Bemalol o'tirib ketarasiz. Udobniy ekan. Sidinaning o'zida abagrev tizimi bor, USB Type-C kabel va konditsionerlar ishlaydi. Muhimi aka, sidina borib keladi orqa oldiga. Xuddi shu narsa bu tomonda bo'lishi mumkin, to'g'ri, ko'p mashinada. Lekin aka bu tomonida sal qiyinroq masala. Mana u ikkala tarafda ham bor. Ikkala tarafda ham chiqqan. Orqasida ikkita o'rindig'i bor. Xuddi shunday orqasida ikkita odam ketadi, qisilmasdan, qiynalmaydi. Panorama luklar ham bor. Panorama luk aka mashinada. Panorama luklari ham bor. Xuddi shunday. Mashina aka 35% napakoja ishlatilgan. Napakoja pilish tarafi aka havo o'tkazadi. Birdan post yulinmaydi yoki-da o'zimizda iqlimga moslasha oladigan. Xo'p, agarda sizga toqqa chiqish vaqti sizga orqa bagaj qismi kerakdigan bo'lsa, oilaviy 5 kishi bo'lsanglar aka, bu narsani ham tavsiya qilaman. Bagaj qismi ancha keng. Chodir olasizmi yoki bozorlik qo'yishga ancha keng ekan. Hamma narsa sig'adi. Ha. Bunda yana bitta plyus tarafi propanni pastida joylashadi. Zapaskani o'rniga. Zapaska tagida joylashadi. Propan 3-pakaleni qo'ying aka, lekin ichiga hidi kirmaydi. Hammani muammosi propanni hidi kirib, boshini og'ritib tashlaydi. Lekin bunda unaqa bo'lmaydi, chunki pastida joylashgan. Xo'p, aka, mashinada detskiy rejim ancha zo'r chiqqan, ko'rsangiz bo'ladi. Обратно iziga qaytib ketadi. Bozorlik qo'yguncha sulchani kimdir ichkaridan bosib olsa, mashinaga avtomatik yana iziga qaytadi. Avtomatik iziga qaytadi. Xuddi shunday. Davronjon, buni narxi qancha hozirgi kunda? Hozirgi kunda bu ikki xil pozitsiyada chiqadi. 299 millionlik varianti bor, 318 million 500 lik varianti bor. Bu full varianti 318 million 500 ming so'mlik varianti. Buni endi mana narxlarni aytyapsiz. Buni misol uchun rassrochga muddati to'lovga ham xarid qilish mumkin. Albatta. Albatta bu narsaning iloji bor. Hozirgi kunda bizda rassrochga kam foizli avtokredit va imtiyozli avtokredit plus aka naqd pulga xarid qilsangiz bo'ladi. Davronjon, bitta savol, bunga garantiya qancha yoki yil yoki probeg? Xuddi shunday to'g'ri savol berdingiz aka. Mashinani probegiga 150 ming probeg garantiya va 5 yil servis xizmati ichida mashina. 150 ming kilometr garantiya или 5 yil servisi ichida ekan. Обязательно siz bilan как положено dokumentatsiya olib boramiz.
Xuddi shu narsa kontraktingizda ham yoki shartnomangizda ham yoziladi. Keyingi mashina qaysini tanishtiramiz? Jitor Dashing hozirgi kunda hammada moda bo'lgan. Rossiya buni aka, Rossiya aholisi vobshe zo'r bo'ladi. Endi O'zbekistonga kirib keldi va nihoyat aka hozirgi kunda ko'paydi bundan. Ha. Bundan keyin ham aka hammani qiziqishi bor bu modelga. Oqam zo'rda hadovoy rangda o'zi ham turishini qarang. Oqam zo'r aka, lekin buni aka qorasi ham vobshe zo'r chiqqan. Men sizga hozir tushuntirib beraman. Bunda adaptivniy fara joylashgan, linza proyeksionni adaptivniy fara. Aqlli faralar jihozlangan. Bunda faralarning o'zi alohida chapga bursangiz, chap tomondagi oftob yo'q joyini yoritib beradi. O'ng tomonga bursangiz, masalan, qo'shimcha farachasi o'zi burilgan vaqti yoqib beradi farani sizga. Buni motor qismi bilan tanishtirsiz. Motor qismini ham ochib ko'rsataman. Jitor Dashin so'raganlariga Qashqadaryo Qarshidan kelib xarid qilishingiz mumkin. Hozirgi kunda nalichida bor aka. Xohlasangiz oq, xohlasangiz qora, kimgadir balotoviy svet yoqadi aka, yashil. Xo'p, kapot qismini o'zi aka 15 kilodan oshiqroq chiqadi. Juda og'ir chiqqan. Material ham shunga yaxshi qalin chiqqan. Mashina 35 foiz shumka bo'lgan. Ko'rib turganingizda aka 1.5 turbina, 4 ta silindrli sepli motor qo'yilgan mashinada. To'g'ri, ko'plar aytadi. Sepi uzilib ketadi deb o'ylashadi. Sep hech qachon uzilmaydi rementda. Agar rement uzilsa, klapan qayirib mashinani motor qilishga to'g'ri keladi. Lekin bunda ko'rib turganingizdek mana hammasi yuzida joylashgan. Bobinasi, injektori, bitta plyus tarafi ko'p mashinalarda injektor buni pastiga qo'yiladi turbinani. O'shani hisobiga mashinani korobkasini ochadi. Mashina nima bo'ladi? Motor bo'lgan bo'ladi. Lekin aka yuzida turibdi, hammasini yechib, tozalab, yana qo'yib qo'ysa bo'ladi, to'lib qolgan taqdirda ham. Buni rasxodlari qanday? Xo'p, aka rasxod 8 ta rasxod qiladi. Aha, shaharda ichida. Dalniy yo'lda 604, 603 dalniy yo'lda. Bu sinovdan o'tgan, test drive'dan o'tgan. Salonchilar bilan tanishtirsak, mana shinalari mumkin. Shinasi aka ko'pchilikga qiziq bo'lgan, chiroyli komplektatsiyada chiqqan 19, 55 ga 19 chiqqan ekan. Olgandan keyin balon qo'yish shart emas. Juda myaxki balonda chiqqan. Mashinamiz beskulchovый dastur, 360 kamera, mashinani ochilishi ham juda komfortli ekan. Ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi, multirolda ham ko'p narsa bor. Saloncha, napakoja, alkantara kombinatsiyasi orqali ishlatilgan. Havo o'tkazadi, abduf, abagrev bor. Xuddi shu narsa oldi labvoy, orqa labvoy, yonbosh ikkita oynada ham bor. Xo'p. Orqasini ham ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Orqasi ham ancha keng, iglanisi buni o'rtasi ulanmagan. Ha, o'rtasi yo'q. Bu taraflarda ham kolonkalardan xuddi shunday. Sony kolonka emas. Sony kolonka и napakoja ishlatilgan kojasi. Originalniy koja. Panorama look. Aka, keyin yana mashina nezavisy podveska deganim ko'pchilik bilmaydi yoki balki tushunadigan odamlar ham bor. Nezavisy podveska degani bitta tomon jamiga tushdi, qolgan 3 ta tomoni sizni barqaror saqlaydi yoki-da men tagini ham olib ko'rsangiz bo'ladi, hammasi alohida joylashgan. Ha, mashinada olgandan keyin filtr qo'ymaysiz, zaharli gaz chiqarmaydi o'zida. Filtri zavodskiy tomonidan qo'yiladi. Hozirgi kunda yana bizda bitta zo'r aksiya bor. O'shani sizlarga ham aytib o'taman. Ayting, xalqqa obunachilarga kelishtirib. Bu hopga hujjat xuddi shunday 7 kilogacha vес ko'taradi buni o'zi. Ko'rib turganingizdek, zapaska baloni pastda joylashgan. Bu pachkadir. Ha, xuddi shunday. O'shani hisobiga bu tomoniga propan uchun joy qo'yib ketishgan. Ha, joy qo'yishgan. Tabletka uchun. Xohlasangiz buni olib tashlab, metan qo'ydiring. Metan, propan glavniy tushadi mashinaga. Xuddi shunday. Aka, bunda ham knopka o'zi yopiladi. Detskiy rejimi bor. Rejim bor. Sultanov Motorsda yana bitta yangilik bo'ldi. Sizga aytib o'taman. Xuddi shu narsa. Mashinani orqasiga logotip o'rnatsangiz Sultanov Motors, biz sizga servis xizmatingizga 10% skidka qilib beramiz. O, zo'r ekan. O'zingiz mana shu avtosalonlarda shuni urib bersangiz, Sultanov Motors mashina xarid qilib, Sultanov Motors emblemasini o'rdirgan taqdiringizda biz sizga 10% skidka qilib beramiz. 10% chegirmasi bor. Xuddi shunday. Servis xizmatingizga. Servis xizmat sizga 5 yil davomida xizmat qiladi. Agarda bizning servisimizdan siz propan metan qo'ydiradigan bo'lsangiz, mashinani probegiga 2000 probeg, mashina o'ziga 6 yil garantiya bo'ladi. 6 yil garantiya. Yana 1 yil qo'shiladi. Davronjon, buni narxi necha pul edi? Hozirgi kunda 345 million 800 komfort varianti bizda bor. Buni oq qorasi bor. Oq qora xohlagan svetlardan chiqarib bera olamiz. Bor. Endi misolcha obunachilarim misolcha yozyapti kommentariya, o'tgan daf'a ham chorganmiz. Xo'p, boshida misolcha 30% to'lash kerak, 50% mi, 60% mi? Aka, to'g'ri savol berdingiz. Bu savolga javob beraman. Siz to'lovingizga qarab boshlang'ich minimum 25% dan boshlab
to 6 oy muddatdan 2 yil muddatgacha pasportli avtokredit, rassrochka bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Yana esingizdan chiqarmang, bizda trading xizmati, test drive xizmatlari bor. Ha, mana trading xizmati, test drive kelib, mana mashinalarni qarang, hamma tashlagan, xohlagan minib ko'rib, test drive qilib, yurakka yoqqanini savdo qilib, xarid qilishingiz mumkin. Pastdagi raqamlarga bog'lanasizlar albatta. Keyingi mashinamiz ko'rib turganingizdek GT2 modelimiz. Hozirgi kunda off-roadlar ichida 4 aka bemalol 4 ta ballon tortadi. Ko'rib turganingizdek, bu off-roadlar bo'yicha hozirgi kunda top o'rinlarda turibdi. 4X. Xuddi shuni 4 ta ballon ham tortadi mashinani. Mashinada aka ha, xuddi shuni. Adaptivniy linza optika fara o'zida jihozlangan, tumankasi va tumanka qaytaruvchi yoritgichlari ham bor o'zida. Oldi patron datchiklar, jitur yozuvlari yonadi. Mashina aka 70% mashinamizda 70% Atsenkovdan ishlab chiqarilgan. Zanglamaydigan detallar ishlangan. Xuddi shunday. Kapot qismini ochib ko'rsataman sizga. Yana bitta savol bor. Agarda sizda obunachilaringiz uchun bittagina prezli yutib qo'yib beraman. Meni o'zim shaxsan shu nomni. Agar men bu narsani nimaligini menga topib yo kommentariyaga yozib ketishsa, men ularga bog'lanib, o'zlarining prezlarini Jitur avtosalon tomonidan yetkazib qo'yaman. Ana aka, Qashqadaryodan Davron aka yetkazar ekanlar. Xuddi shunday aka. Mashinada ko'rib turganingizdek olib ko'rsang, kamerasi bor o'zida. Kamerasi bor. U ko'pincha yo'ldagi znaklarni o'qib, o'shanga qarab, kruz kontrol vaqti yo'ldagi znaklarni o'qib, tezlikni o'z me'yorida saqlab ketish uchun ishlab chiqarilgan. Bu motorni qarang. Xo'p, motor 2 turbina motor, 4 ta silindrli, 254 ta ot kuchi bor. Motor ancha keng hajmi. Rasxot shunga yarasha ham past. Bu GTI motor. Eng mustahkam motorlardan bittasi hisoblanadi. Dunyo bo'yicha top reytingli o'rinlarda turadi aka motor qismi. Mashina 60 sm gacha suvga yura oladi. Yerdan balandligi 30 sm hisoblanadi aka. 60 sm gacha bez problem aka mashinaning hech narsa qilmasdan yura oladi suvda o'zida. Suvga. Esingizda bo'lsa, Dubayda suv bosdi. Hamma tekka oldi. Faqat tek ko'rdi. Sizda Range Rover yoki Mercedes bo'lsa ham aka suvda yura olmadik, lekin bu model yuradi. Bu mashinaning gabariti ham baland ekan. Baland, ancha baland. Katta bo'lgan kelganda. Xuddi shunday. Mashinada aka 580 mi, 540 mi? 540 kamera. Bu udarki 540 kamera ko'rib turganingizda silpovoy zonalari bor. Beskulchovoy dastur, pamitni sidena bilan jihozlangan mashina o'zi. Parogi 300 kilogacha vesni ko'taradi. Bemalol mendan 3 ta odam chiqsa ham ko'taradi. Salon ichlarini ko'rsangiz. Salon ichi aka Alcantara va Napa koja ishlatilgan. Alcantara, Napa koja ishlatilgan. Ha, hamma joyda aka koja ishlatilgan. Bunda oddiy aka apshipgan o'zini oladigan bo'lsam, podsvetni chiqqan va qattiq koja, Napa koja, Alcantara kombinatsiya qilgan mashinani o'zida. Sony brendini aka originalniy kolonka, aka mashinada 12 ta kolonka общий, bitta subwooferi, 2 ta mikrofoni bor. Bu mana monitorlar juda katta ekan-a? Xuddi shunday aka. Monitor jihatdan ham katta. Mashinani xohlasangiz monitordan голосовое управление bor. Xohlasangiz, xohlasangiz o'zingiz qo'lda boshqarib ketsangiz ham bo'ladi. Shunday. Mana orqa taraflarini ham. Orqa tomoni ham ancha keng. Ko'rib turganingizdek, ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Bu panoramasi ham juda katta ekan-a? Panorama aka juda katta bundan chiqqan. Panoramasini qarang. Xuddi shunday. Spoilerlar ham juda chiroyli joylashgan ekan-da. Aka gabarit jihatdan spoiler, hamma narsa bunda bemalol mягкий, hammasi chotga ishlangan deb o'ylayman. Aka, 4X dedingiz-a? 4X, 4 ta ballon tortadi. Oldi orqa patronidagi ishlaydi. Tumanga qarshi chiroq vositalari bilan jihozlangan mashina hozir. Orqasidan keladigan odam xuddi shunday. Endi yana ko'pchilikga savol, tekkini orqasiga qiziqishadi. Bu nima deb? Bu aka zapaska ballon 360, zadniy 540 zadniy kamerasi, xuddi shunday. Bu orqasini qarang. Knopkani bossangiz o'zi ochiladi. Orqa jihatdan aka 600 litr hajm ketadi bemalol. Orqada o'tirgan odam bemalol zaryadkaga qo'ya oladi telefonni. Ko'pchilikga savol, mana bu narsa nima isman bajaradi? Bu aka masalan toqqa chiqdingiz, off-road model, ko'pincha tog' yo'llariga, shaharga moslashgan. Toqqa chiqqan vaqtingiz chodirni bemalol tortib usti bilan ulab ketasiz chodirga o'zini. Ha, o'ziga bo'ylaysiz mustahkam. Xuddi. Lekin bu mashina 9 palni ham bo'ladi, xohlasangiz. Sidnalar yotadi. Xuddi shunday. 2 kishi bemalol yotsa ham bo'ladi. Обязательно. Aka, mashina uchun ko'rib turganingizdek, propan, metan uchun joy qilib qo'yilgan. Xohlasangiz. Anolari bor o'zini. Hamma narsasi bor. Bor. Xo'p.
Mana bu taraflarda ham nimalar bor Xo'p, ekan? qarang, avariyni znak, Ha. avariyni holati uchun 3 kilogacha paket va vishilka uchun joy. Ha, Ko'rib zo'r ekan. turganingizdek, bu yoqda kollarni ochasiz, butilishni qiynalmaysizda, podstakanchikka qo'yib, aka, o'tirib, zo'r ekanda. ichasiz. Xuddi shunday tabiatni tomosha qilasiz. Buni shamolga qarshi yana bitta odati bor. Aha. Shamolga qarshi bitta yopasiz, mashinani eshigi aka yopilmaydi. Zo'r Mashina qimirlashi mumkin, lekin eshik yopilmaydi. Qulaylik zo'r ekan. Xuddi shunday. O'zidagi tortib oladi. Pilisoskasi bor orqani o'zida. Ha. Xo'p. Mashinani aka siz balonni bitta ko'rsatib bering. Balon jihatdan ancha keng, 20 diska balon, 55 ga 20. O, balon juda katta ekan. Nimadan ko'rdingiz? Diskasi aka eng off-road modellar ichida eng chiroyli chiqqan diskalardan bittasi hisoblanadi. 4 ta balonda ham ABS sistema, sovutish, ventilyatsiya bor. Xuddi. Davron aka, buni narxlari qanday bo'lyapti endi? Hozirgi kunda 512 million 200 ming so'm aka narxi. 2 turbina motorligi bu. Agarda bunga boshlang'ich 25% to'lov bilan ham 6 oydan 2 yil muddatgacha foizsiz xarid qilsanglar bo'ladi. Ha, foizsiz rastroshka hisobida to'lash. Hozirgi kunda ko'pchilik qiziqyapti aka, T2 modelga kelinglar, trading qilamiz aka. Xohlasangiz mashinangiz o'z, mashinangiz bo'lmasa 25% to'lov qilib olib ketsangiz bo'ladi. Qiyin bo'lmaydi u narsa. Pastdagi raqamlarga bog'lanasiz. Ha, pastdagi raqamlarga bog'lanib kelsanglar. Salon ichidan 4 ta mashina tanishtirdik. Aha. Endi mashina Viber ko'p bu tarafda mana aka. Xuddi shunday. Keladi, xohlaganini minib ko'rib xarid qiladi. Ha, test drive xizmati bor. Faqat bitta dona prava evaziga kelishadi. O'zlari xarid qiladigan mashina. Pravasi bor odam kelib, test drive'ga mana mashinalar xohlagani Jitar X70 deysizmi, boshqa mashina deysizmi, kelib minib, Dashin, T2, hammasini iloji bor. Viber ko'p. Hammasini. Nazoratchilarimiz qarang, mashina tahlil tashlagan, naqdga shunday pulni to'lov qilasiz, minib ketasiz. Mana oqidan, qorasidan qarang, Viber ko'p. Mana ularni qarang, hozir Jitar T2 ni bu boshqacha rangi ham kelibdi aka. Xuddi shunday. Bu sveti ham hozirgi kunda ancha topda turgan modeli. Juda chiroyli svet aka. Men agar T2 ga qiziqqanman, shaxsan o'zimning fikrim T2 ni mana shu rangida olgan bo'lardim. Bu rang ham udar rang ekanligi Xuddi bor-ku. shunday. Mana qarang, boshqa grey desa ham bo'ladi aka buni. Yo, qarang, endi bitta savolda shu yerda rangiga narxi pul farq qiladimi yo'q? Yo'q aka. Bizda unaqa narsa yo'q. Narxi uchun ochiqcha obsluga yo'q. Ko'p inomarkalarda xuddi shu narsa bor. Shunaqa bor-da, rangiga yana doполнительный to'lov qiling deydi-da. To'g'ri aka, u narsa yo'q. Bizda hammasi standartniy bir xil narxda xohlagan rangingizdan наличиеda bor. Topib bera olamiz ham xohlagan rangingizni. Davronchilarimiz ko'rishingiz mumkin, xohlaganini tanlab minib ketishingiz mumkin. Naqd pulga, muddati to'lovga, rastroshka xarid qilishingiz mumkin. Davronjon sheriga xizmat qiladi. Bemalol pastdagi raqamlarga bog'lanasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, Davronjon bilan birgalikda kommentariyaga fikrlaringizni yozib, like-chani bosib qo'yinglar. Sizlar bilan Surxon Media kanali. Kelib turinglar. Hammalarni kutamiz. Sog' bo'ling.